Sen hatto maktabga ham bormay qo'ygansan. Biznikilar baribir seni qabul qilmasdi. Shuning uchun boshqa jamoaga qo'shildik. Bir muddat o'sha yerda bo'ldik va hozir uyda o'tiribsan. Uydan chiqmaydigan g'amgin odamga aylandik. Menga bog'lanib qolgansan. Yukiyatsu, sen naqadar ahmoqsan. Bu juda noqulay bo'ldi. Nazarimda bu haqida gapirish senga emas edi. Aytmoqchimanki, u haqida ham xuddi shunday. Qanachi jiddan bunga nima deya olasan? Faqat Jintan uni o'ylayapti deb o'ylayapsan. Naqadar ayanchli ekanligini bilaman. Yaxshiyamki kelishgan va aqllisan. Ha, shunday. Ko'ryapsanmi? Endi tushungandirsan. Hamma o'zgardi. Eng ko'p esa men. Men butunlay o'zimni yo'qotib qo'ydim. Jiddan. Iltimos, meni biroz tinch qo'ya olasanmi? Sening yoningda bo'lsam, unutish qiyin bo'lgan narsani ham eslayveraman. Bu juda og'ir. Bilasanmi, men yo'q. O'shanda yoz fasllari ajoyib edi. Hozirgidek emas. Hammasi hal bo'ldi. Nima demoqchisan? Biz tinchlik uchun super kurashchilarmiz. Voy xudoyim, bu juda ajoyib. Baster nima degani? Ular kuchli, bilasanmi? Xuddi qahramonlardek. Birgalikda tinchlikni himoya qilamiz. Xo'sh, nima qilamiz unda? Qayerda tinchlik bo'lsa, u yerni qo'riqlaymiz. Unda sen sardor bo'lasan, jiddan. Xo'p. Va men sardor edim. Boshqalar doim ortimdan ergashardi. Ha. Hatto o'sha mash'um kuni ham. Hoy, sendan bir narsa so'rasam maylimi? Men meni yaxshi ko'rasanmi, shuni bilmoqchi edim. Ha? Shunchaki savolga javob ber. Super kurashchilarning bir-biridan siri bo'lmasligi kerak. Qani, Yukiyatsu? Ayt. Bas qilinglar. Nima kutyapsan? Ayta qol. Kim ham o'sha xunukchani yaxshi ko'rardi? U hozir yig'lab yuborardi deb o'ylagan edim. U arzimas narsaga ham yig'lardi. Lekin keyin buncha erta qaytdik. Hozir onangni ko'rgani ketyapman. Kechki ovqat stol ustida. Xo'pmi? Uning o'sha ojizgina tabassumi qalbimga muhrlanib qoldi. Ertaga uzr so'rayman deb o'ylagan edim. Lekin o'sha ertangi kun hech qachon kelmasligini qayerdan ham bilardim.